Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum. Ey olamlarni hidoyat nuri ila nurafshon etgan zot, sizga ota-onam fido bo'lsin. Ya Rasululloh, siratingizni o'qir ekanman, sizni yanada yaxshiroq tanimoqdaman. Bu ma'rifat esa qalbda sog'inch hislarini uyg'otmoqda. Qalbni o'rtayotgan bu sog'inch hissi siz tomon maktub yozishga undadi. Ya Rasululloh, olamlarga rahmat bo'lib keldingizki, butun insoniyatni zulmat botqog'idan saodat nuriga olib chiqdingiz. Alloh taolo sizni mahluqotlarni eng afzali qilib, siz sababli butun insoniyatni yaratdi. Ya Rasululloh, siz barcha payg'ambarlarni sayyidisiz. Hatto boshqa payg'ambarlar ham sizga ummat bo'lishni orzu qilishardi. Ya Rasululloh, siz go'zal xulq sohibi edingiz. Olamlar Robbisi sizni, ey Habibim, siz ulug' xulq uzradirsiz deb madh qilmoqda. Agar butun insoniyat xulqlari bir joyga jamlansa, sizni go'zal xulqingizga yetmas ya Rasululloh. Ya Rasululloh, olamlarga namuna hayotingiz hamon ko'z o'ngimda. Alloh taolo sizga butun insoniyatga risolatni yetkazishlikni amr qildi. Siz bu yo'lda ko'p aziyat va mashaqqatlar chekdingiz. Hatto eng yaqin qavm qarindoshlaringiz sizdan yuz o'girib, sizning eng ashaddiy dushmanlaringizga aylandilar. Ka'batulloh yonida siz Abu Talib amakingiz vafot etgach, yolg'izlanib olamlar Robbisiga iltijo qilmoqdasiz. Makka mushriklari sizni himoyasiz qolgan deb mazah qilmoqdalar. Sajda qilganingizda boshingizga najosatlar sochdilar. Siz sajdada turib qoldingiz. Sevikli qizingiz Fatima ko'zlarida qatra yoshlar ila yugurib kelib, muborak boshingizni silab siypaladi. Siz qizingizni yig'layotganini ko'rib, yuragingiz og'rinib, yig'lama qizim deb yupatmoqdasiz. Bu muborak boshingizga jonlarimiz fido bo'lsin ya Rasululloh. Butun ummatga saodat deb atalmish nasibani ulashish maqsadida Toifga otlandingiz. Ularni Alloh tomonidan olib kelgan ulkan azobdan qutqaradigan abadiy saodat va rahmat yo'liga chaqirdingiz. Ammo ular hidoyat chashmasidan suv ichishni xohlamadilar. Qullar va yosh bolalarni yollab, haqoratlab toshlar otishdi. Ko'nglingiz cho'kib, ko'z yosh to'kib ortga qaytdingiz. Ya Rasululloh, ko'nglingiz og'rindimi? Yolg'izlanib qoldingizmi? Ko'z yosh to'kmoqdasiz. Muborak ko'z yoshlaringizga jonimiz fido bo'lsin ya Rasululloh. Shunda sizni yupatgani do'stingiz Jibril alayhissalom keldilar. Ey Habibim, agar ruxsat bersangiz Alloh taolo bu qavmni halok qilur dedilar. Sizchi, siz nima dedingiz? Siz nima dedingiz ya Rasululloh? Axir ular uchun hidoyat so'ramadingizmi? Ey Allohim, bular nima qilayotganlarini bilmayaptilar. Ularni o'zing hidoyat qilgin deb Alloh taologa tazarru bilan iltijo qilmadingizmi? Sizatingizni o'qir ekanman, ko'zimga yoshlar olaman. Olamlarga qanchalar mahbub bo'lib keldingizki, siz sababli butun insoniyat ilohiy muhabbat ne'matiga musharraf bo'ldi. Ilohiy lutf o'laroq bu lahzalarda sizni sog'inib maktub yozar ekanman. Hayotimda uchramagan his-tuyg'ular ummoniga g'arq bo'lmoqdaman. Siratingiz o'qib o'rganganim choq, g'aflatdan uyg'ondim, tarqadim muduroq. Taniganim sari sizni yaxshiroq, qalbimni o'rtaydi sog'inchli firoq. Rasululloh, sizni juda sog'indim. Sizni yoningizda bo'lgim kelyapti, ashoblaringizni ko'rgim kelyapti. Qay tomon yursangiz sira ajramay, ortingizdan izma-iz yurgim kelyapti. Rasululloh, sizni juda sog'indim.
Anasdek jon fido qilolmasam ham, Abu Dujonangiz bo'lolmasam ham, ularning hayotin o'qiganimdam avj olar sog'inchim ko'zlarimdanam. Rasululloh sizni juda sog'indim. Toifliklar zulmi qalbim tirnaydi, Makkalik mushriklar tinmay tergaydi. Evaziga tog'dek oltin bersa ham, Madinalik ansorlar sizni bermaydi. Rasululloh sizni juda sog'indim. Mehr ko'rsatishar otam onam ham, ko'nglimni ko'tarar dilkash hamxonam. Bunday g'amxo'rlikdan quvnayman birdam, ammo sog'inch hissi tinmas shunda ham. Rasululloh sizni juda sog'indim. Dunyo chiroydan bezganda yurak, aytmangiz menga latifa ertak. So'rasangiz gar ne aytay bo'lak, hadis aytib bering menga shu kerak. Rasululloh sizni juda sog'indim. Ya Rasululloh, sizni ummatlaringiz juda sog'inishgan. Sizni kelajakda meni shunday ummatlarim borki, ular mol va avlodlardan kechib bo'lsa ham meni bir bor ko'rishga mushtoq bo'larlar. Men ana shu ummatlarimni ko'rishni istardim degan so'zingizni eshitganda ko'zlarga yosh oladilar. Ularga sizni oxiratda ko'rish tasalli beradi xolos. Ya Rasululloh, bizlarni duo qiling, sizga munosib ummat bo'laylik. Sizni zulmat botqog'idan olib chiqqan saodat kemangizni boshqaradigan davomchingiz bo'laylik. Alloh taolo bu dunyoda sizni ko'rishlikni nasib qilmadi, oxiratda birga qilsin. Tushlarimda bo'lsa ham javob maktubingizni kutib qolaman. Javobingizdan meni bebahra qilmang ya Rasululloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlariga yozilgan ta'sirli maktubni hozir birinchi kurs talabasi Boyxonov Fozilxondan eshitdik.